Qurilish bir zo'r tarafi borda. Har bitta bitgan narsani ko'rib, kunma-kun o'tgan vaqtingizga yarasha nimalar bityapti, hamma narsani ko'rsa odam mazza qiladi. Hozir уже mana kecha ikkinchi kunda stiklovatlarni hammasini ko'rsatgandim. Уже mana bugun qoplanish boshlandi. Bu obrazец variantida qilingan. Kafilni kley urilib, kafilni kleydan keyin mana setka uriladi, bog'lab turish uchun, treshina ketmasligi uchun, ushlab turish uchun. Keyin yana ustidan kafilni kley uriladi. Yana bitta natijalardan bittasi уже gipsokarton qo'yilish boshlagan. Mana karkaslar qo'yilib, ustiga cho'g'atlar qo'yilib, mana mashina hamma ishlar koridorda. Mana sekin mana shunaqasiga bitaveradi. Mana bir chiroyli qonat. Hozir yana bir boshqa koridorimiz bor. Shuni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Böyle o'zi karkasi tayyor. Hamma narsa jarayonda cho'tga ketyapti. Mana boshlangan bog'lar. Ne koridorda o'zi. Tepadan ham chiqib qolgan joylar hammasi. Svet qo'yiladi.